Yerimda ikkinchisi bilan gaplashdim. Menga ham, unga ham mehr bermayapti. Nega? Eringizda uchinchisi paydo bo'lganini aytmay qo'ya qolay. Endi asallarim birinchimi, ikkinchimi bunday padrushka bo'lasizlar. Bahor kelyapti, inasini emsin. Mana bu bet o'ligirga dog' tushadi. Bu qish bo'yi qotib tarasha bo'lib qoldi, chiskaga muhtoj bo'ladi. Yerda nariyoqqa suramizda borib bunday bir o'zimizga uxot qilib, bunday bir lazillar olib, bunday qoshlarni to'g'rilab, bahorga chiroyli bo'lib, takkoy bo'lib chiqamiz. U ikkinchi o'lguramchi o'zini xotinman deb hisoblab qolib shalpayib qolibdi. O'zi aslida ikkinchilar kuchli bo'lardi. Demak, uchinchiga yo'l beribsizlar, ikkalanglar bir-biringlar bilan dardlashaman deb. Siz buzgansiz uni. Ha, singlim, siz birinchi bo'lib ikkinchiga yo'l bergansiz, ikkinchini ham o'rgatgansiz, uchinchiga yo'l beryapti. Asali qo'yinglar erdi, qatki boradi, keladi baribir ikkalanglar ham qaytib. Undan ko'ra boringlar, o'zingizlarga qaranglar, chiroyli bo'linglar, uxotlar qilinglar, kosmetologga boringlar. Nima foyda erda orqasidan quvlashdan? Bo'lmaydi.